Kundalik vlog so'raganlarning talabiga binoan kechikkan videoni nihoyat montaj qildim. Qaynota-qaynonam Turkiyaga kelganlarida energiyam yanada ko'paydi va 3 haftaga universal kelinga aylandim. Erta sahardan erginam yaxshi ko'radilar deb qatlamalar pishirdim va ishga jo'natdim. O'g'limni ham maktabga olib borib, tinchgina uyga qaytdim. Uyga kelib birgalikda nonushta qildik. Keyin qizalog'im bilan o'ynab, uni ham uxlatdim va to'g'ri oshxonaga. Vaqtdan unumli foydalangan holda tovuq qaynatma sho'rva pishirdim. Oldiga esa turkcha börek. Obedlangandan keyin qolgan ishlarimni qildim. Shu desangiz, hamma jarayonni videoga olish oson emas. O'g'limni ham maktabdan olib kelib, darsini tayyorladik. Orada sizlarga savolim bor. Ayrim olimlarning tadqiqoti bo'yicha kunlar 24 soatdan kam bo'lgan deyishyapti. Shu gapga sizning fikringiz qanday? Kommentariyada kutib qolaman. Menga qolsa haqiqat, chunki kunlarning o'tishini sezmay qolyapman. Hattoki darrov kech tushdi va erim ishdan keldilar. Kechki ovqatimizni yedik va men o'zimni yana oshxonada topdim. Bu safar Bursada o'rgangan qiyomli kurasandan pishirdim. Qaynonam bittada hamma narsani o'xshatasiz-a, kelinjon deb baho berdilar. Albatta, axir bu menda. Hamma uxlagandan keyin uxlab dam oldim. Universal kelinga baho berib keting-a. Görüşürüz.